Assalomu alaykum hurmatli radio anglag'uvchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xolida Isroilning Qumluqning tushi nomli asarlar to'plamining davomini anglatamiz. Voy qandoq qilay, mening qizlarim naladi. Kimlarning qo'lida xorlanib yurdi. Nima kunlarni ko'ryapti. Her qaysini pek obdan bilaman. Chechani parqirtib tarashib olganing bilan insof yo'q senlarda. Onam meni, dadam meni nemishqa orzulabdiki, mening bunda bo'larimni nemishqa o'ylamoqdiki. Bu onun ahırqı namazı idi. Şu günü peşin vaqtida bo'yniga taqoq selingan Havzxon bu kichkina nahiya bozorining xaroba ko'chalaridan o'tganda, yo'lning ikki tarafida turgan ayollar hung yig'ilishib, dunyodagi barliq erlarni eng ashaddiy so'zlar bilan qarg'ashdi. Erlarning hayajonimi ayollarninkidan qilishmadi. Ular mushundaq yosh, go'zal bir ayolning jadu ostiga ketayotganiga chiday olmay yerilgudek bo'lishdi. Hammali ishqa qiziqadigan uşaq bolalar bo'lsa, Havzxonni yolab mangan cherikning orqasidan chang to'zitib yugurishdi, varqirashdi. O'zaro kusurlashib, qandoqdir kapsizliklarni qilishadi. Cheriklar miltiqlarining poynikini ko'tarib qo'g'laganda, o'zlarini ikki yoqdagi kishilar to'piga etishadi. Birdamdan keyin yana paydo bo'lib kapsizlikni boshlaydi. Ularning go'dak qalbi bugungi bu fojiani, bu dunyodagi ajoyib g'aroyib ishlarni tushunishdan texi yiroq edi. Qish o'tib yangi bahor keldi. Tabiat Org'ulning oyog'idagi toshliq soyga tutishib ketgan qadimiy qabristonlikni maxmaldek yeshil o't cho'plari bilan bezashni unutib qolmadi. Yo'l bo'yiga bir-biriga yaqin joylashgan 3 qabra boshqa qabrlardan farqlanib turadi. Uning birsi ko'na, ikkisi texi yangi edi. Uchelisining ustida echilib ketgan sabda, juhar, layli qozoqlar orasida kepinaklar qo'g'lashadi. Hasal harlari g'ung'ildashadi. Ko'zga borganda qabridan yana biri ko'paydi. Yangi qabra bir necha kungacha atrofiga nam tuproqning hidini tarqitib turdi. U ko'zlar uning kesiliga ajoyib bir tush sabab bo'ldi. Bu qidim ajal qushi uning beshig'iga kelib qoldi. U yuzlarini siypab o'tgan g'oyat zo'r qop-qora qanotlarining g'o'yildigan ovozini va muzdek shamilini his qilgandek, po'lat simdek inchga o'tkir tirnoqlarning qoniga yiqilishayotganligini ko'rgandek bo'ldi. Nemishqidir shuningdan keyin o'limni o'ylasila, uning xiyoliga shu muzdek shamol va o'tkir tirnoqlar keladigan bo'ldi. Mana endi u kasalxonaning yo'p-yo'ruq, pokizlikdan hamma yeri volildab turadigan yolg'iz kishilik yotiqida yengil nafas elib yotdi. Texi bir necha kunning oldida qo'g'ishin qo'yilgandek ig'irlashgan. Bir parcha sesiq go'shtga oylinib ketgili tos qolgan yuragi bugun bir xilda kuchlik so'qiyotdi. Faqat put-qo'li texi mog'dursiz. Doktorlarning aytishiga qaraganda bir necha kundan keyin bu ahvolmi o'ngshilib ketdi. Hozir uningga eng zaruriy xotirjamlik, tinchlik, ozdan ammo quvvatlik ozuqlanish. Demisimu dunyodan, hayotlikdan, sog'lom kuch-quvvatga to'lgan hayotlikdan qimmat nima bor? O'limdan boshqasi tomosha degan ekan beshiga kelganlar. O'limning changalidan bir qitim qutuldingmi? Demak sen yenguchi. Hayot
texi seninki. Onun sansız teşvişleri. Bu dünyanın gam g'uslari tamamen arzimas ishlar. Hech narsani o'ylama. Hech nimadan gam qilma. Jahonning ishlarini o'z mayliga qo'yib ber. Dunyoni senli cho'rgilatmaysan. Yer shari seningsizmi o'z o'qida cho'rgilaveradi. Masalalar vaqti soati kelganda o'zi hal bo'laveradi. Sana zaruri o'zingni asrash. 68 yil to'xtamay so'qib, cho'ng remontdan chiqqan abjaq motorga o'xshab qolgan yuragingni asrash. Esiga kelgan dastlabki kunlarda u shundoq hissiyotda edi. Doktor sestralar putining uchida dastlab kirib, putining uchida mengib chiqib ketishadi. Uning yeniga faqat ayolini kiralaydi. Umu uning atrofida xuddi sunib ketishga oroli turadigan qimmatbaho bo'yimning atrofida mongandek avaylab mengib yuradi. Qoch-quchilarning, hatto qo'shiqlarning taraqqida qilgan ovozini chiqarmaydi. Chiroyidan muloyim tabassum uzilmaydi. Qisqasi, bir xil orombaxsh jimjitlik, ozodlik uni vongjonliq dunyodan, uning qayg'u va shodliklaridan ayirib turadi. Onunga bu jimjitlik ichidagi hayotning cheki yo'qdek tuyulgan edi. Ammo tunugilla u bu xil holatning uzoq davom qilolmaydiganligini his qildi. Ko'nglining bir yerida qandoqdir g'ashlik, tinchsizlik bosh ko'tarishga boshladi. Onunga nima sabab bo'ldikin? Qizining sulg'un chiroyimikin yoki ayolimikin? Qizi onunga har qachonqidinmi yodong'u, g'amkin ko'rindi. Tompichkining ustida u elib kelgan bir taxsa anjur. Uning eng amroq mevasi turadi. Yog'dek sarg'ayib pishgan. Dona-dona anjurlar qurg'on kishining og'ziga seriq suv keltiradi. O'rimchidan anjur chiqmaydi. Mushundoq tumus kunlarda 1500 kilometr yiroqlikdan mushundoq anjurlarni uning sayohat idorasida ishlaydigan kuy o'g'lilar akeltiralaydi. U shundoq hamma ishni qamlashtiradigan, hech kimning qo'li yetmagan yerlarga qo'l yetkazadigan yigit. Biroq u bugun nemishqa qizi bilan birga kelmadikina? Qizi uning bilan ahvollashmayla quchqida tinch turmay qaqishlik qilayotgan bolasi bilan bo'lib ketdi. Bola yerga tushibla taytanglab koridorga qochdi. Onasi uni tutib kirganda bo'lsa, quchoqqa patmay qolgandek tipirlab, kichikkina, bo'g'im qo'llari bilan sirtni ko'rsatib, o'zicha bir nimalarni g'ungrashga boshladi. Uning nevrisi naqadar sog'lom, sho'x va umaqa. Bir chaqlarda uning qizi shundoq edi. U o'zining shundoq chiroyli, sho'x, hamma odamning maslikini keltiradigan qizi borligidan faxrlanadi. U bugunmi qizi bilan munisholmadi. Qachonlardan tortibkin qizi uning yurak so'zini qilmaydigan bo'lib qolgan edi. Ammo uning bir dardi bordek qiladi. U qizining kundan kunga sarg'ayib, bargan seri onasiga o'xshab ketayotgan chiroyidan, qayg'u alam to'kilib turadigan ko'zlaridan buni sezadi. Ba'zi kechalari xiyol bilan uyqusiz yotgan chog'larida qizi yodiga kelib qolsa, ich og'riqdan yuraklari puchulanadi. Atsila qizi bilan, kuyovli bilan paranglashmoqchi, yana qandoqdir bir ishlarni qilmoqchi bo'ladi. Ammo tongning etishi bilanla hammani unutdi. U xiyollarning o'rnini texmi muhim, cho'ngroq ishlar egallaydi. Ular ketdi. Nevrisining yumron, sut puraydigan nam lavlari, qizining onasining kerak ko'chib turadigan, yo'g'on ko'zlari uzoqcha uning xiyolidan chiqmadi. U kechgacha kayfi buzilgan holda yotdi. Kechqurunliqi u tunji qaytim balkonga chiqdi. Yo'lanchuklik qumush o'rindiqda o'ltirib, qatmuqat kulrang binolarning orasida bekmu bechora, parcha ko'rinadigan yeşilliklarga noxushlik ichida qarab o'ltirdi. Shahar, mig'miq shahar xalqi mana mushu kulrang binolarning ichida cho'shqonlardek hayot kechirishdi. Mushu hayot bo'ldimi?
Qayoqqa qarasang, Simon, beton, Wangchung ovozlar. Mashina avtobuslarning, har xil ish mashinalarining shovquni. Bulg'angan havo. Rostini aytganda, u 68 yillik hayotining ozgim 40 yilini shaharlarda o'tkazdi. Ammo u hech qachon o'zini haqiqiy shaharlik hisoblab boqqani yo'q. U yurtining poyonsiz cho'llarini, bag'ri kang uzun yoz oylarini, oldirabli ketib qoladigan qishni, cho'lning u yer bu yerda dengiyib turadigan yo'g'on ho'yliliq ayvon saroyliq kangtashi uylarini, to'g'roq ko'tiki biqsib kuyib turadigan qop-qora qurum bosgan uchburjak mo'rliq o'choqlarni seg'inib aslaydi. Ilgari har qaytim yurtiga borganida yurtiga burildigan do'qmushdagi cho'kan yer degan yerga kelganda ko'ngli buzilib o'zini tutib ololmay qoladi. Yo'lda uchirgan yalong oyoq optobda kuyib qoridab ketgan. Qora qosh, sho'x, qora ko'zlik sahroliklarning hammasi uning bir tuqqanlaridek ko'rinib ketadi. Hozir uning yurtida hech kimi qolmadi. U cho'ng bo'lgan uylar, u yamashgan do'nglar, ujmilardan allaqachon asar qolmagandi. U yerdagi kishilarmi uni allaqachon unutib ketgandi. Ammo u xiyolidagi oshu yesini zadili unutolmaydi. Bo'libmi harg'an teliqqan, tugumas idora ishlaridan zerikkan vaqtlarida o'zi yolg'iz bir bo'ling'i tiqilib elib o'tmish aslimalarga cho'kib ketdi. 60-yillari u janubdagi chet bir yezida sotsialistik tarbiya xizmatiga qatnashgan edi. Bir kuni qattiq charchagan, nima ish qidir chechilgan holda etis yaqilab ketib-o'tdi. Yerim yo'lda bir tip ujmi tugila o'zini tashlab uxlayotgan bir dehqon yigitni uchratdi va ixtiyorsiz uningga havaslandi. Yigitning badanining yuqorisi yalang'och edi. Volildab turgan qizg'ish qo'ng'ir terisi, bo'rtib chiqqan bo'ljum go'shlari. Kuchlik nafsiga agishib dam ko'tarilib, dam tushib turadigan kang, baquvvat ko'kriki go'yo bitmas tugumas kuch-quvvatning simvoli edi. Yuziga yepib olgan mallarang shapoq to'pisi quloqni yorg'udek xo'rakdan titratdi. Andila xat tortgan bo'riti ostidagi yerim ushliq lavlarida ajoyib bir xiromonlik, pok yoshlik so'qi qaytib qolgan edi. Bir yoqda tayshi haydalgan qaramtul tuproq ko'z optipiga chilinib, upuqqicha parqirab yotadi. Etizliqning o'ttirsida bir sapon cho'qchiyib turadi. Sal nerida yo'g'on bir tog'il o'kuz quyruqini shipanglatganicha bir nimalarni ko'shaydi. Dehqonning turmushimi ajoyib bir turmushda. Oshu ko'rinish, oshu hissiyotlar uning ko'nglida tatliq bir aslama bo'lib, ro'shan saqlanib qoldi. U har qaytim oshu aslimalar qo'yniga qaytganida ruhi poklashib, ko'ngli ko'ksi daryoda kishilarning munosib avlodiga aylangandek sezadi. Oshu aslimalar uning uchun go'yo orzusidagi yop-yeshil bo'ston, rohat baxsh yegona orol edi. Kimning ko'nglida ana shundoq bir parcha bo'stonlik, yegona orol bo'lmasin? Mundaq kunlarda u muloyim, chiqishtoq bo'lib ketadi. Ammo bu holat uzun davomlashmaydi. Hayot tashvishi, amal so'rinidagi raqobat, yoshirin kurashlar, g'ayvat shikoyatlar, mangu oyig'i chiqmaydigan, shundaqla yana kishini o'ziga tortib turadigan kundalik cho'ng kichik ishlar uni yana asli holatiga yondiradi. Shundoq, xiyol, orzu boshqa gap, reallik boshqa gap. Dunyoga odam bo'lib to'ralgankansan, odamdek yashashing kerak. Chunki dunyo hamon kuchliklarning dunyosi. Oshu razil, arzimas kishilarning oyoq ostida qolmaslik, balki ularni oldinda hurmat bilan bosh egib turadigan qilish uchun va yana bu dunyodagi nurg'un ishlar uchun kuching, huquqing bo'lishi kerak. Esit, umrning qisqaligi, vaqtning chopqurligi. Mush topda 40-50 yoshlik vaqtlarga qayta olsa, ormonda qolgan nini ishlarni qilib olsa,
xizmat degani cho'ng chiqirib ishlab, do'st dushmanning ko'zidan o't chiqiribsa. Ammo vaqt o'tdi. Hamma qo'ldan ketdi. Mana, yillar uni 70larga yaqinlashgan. Tomni tutib, oralli mangdigan paynak bosh buvoyga aylantirib qo'ydi. Qiyni u yoshliq. Xotinlarning yurkiga o't yoqadigan qaddi qomat. Qiyni u yo'lvostek chog'lar. Qaraganda amdi tan bermay, huquqi xirs qilib turadigan va uning uchun hech narsadan oyanmaydigan shu bir to'p kishilarning tomosasini ko'rmay bo'lmaydigan o'xshaydi. U ularni o'zining ayolini tushungandan bekrak tushunadi. Ularning har bir so'z harakati, ko'nglida so'qiyotgan cho'tlariga qadar aniq bilib turadi. Ularning ichida farosatlik, jigarlik qo'lidan ish keladiganlarmi? Qo'ltipam xushomatchilarmi? Amaliy ishlashni biladiganlarmi? Quruq harvi so'rab don ko'tarib yuradiganlarmi bor? U yana shunimi biladiki, oxirgi hisobda hayot yanada odil. U hammaga to'g'ri baho beradi. Hayotda har bir odamning o'rnining nada bo'lishi, turdimi, tagadimi shu odamning o'ziga bog'liq. Yanada ko'ni gap jahon kuchliklarining. U balkon shadisini tutib o'rnidan turdi. Bu yerdan kasalxona binosining oldidagi dal-daraxtlar, gullik, cho'ng darvozaga qarab so'zilgan simon yo'l ko'rinib turadi. Yo'ldan kasal yo'qlaydiganlar, oq xalat kiyib olgan doktor sestralar o'tib turadi. Yo'lning ikki tarafidagi akatsiya bilan qaryog'och ostiga o'rnatilgan o'rindiqlarda yo'lliq raqtdan tikilgan kiyim kiyib olgan kasallar orom elib o'tirishadi. Ana, uning ayoli kelyapti. U har qachonqidek yosh, birli ko'rgan kishini o'ziga maftun qilib olgudek chiroyli. Qisqa budur chechi, badaniga chippida keladigan modiliq seriq ko'nglik. Ko'nglik ichida alohida ko'tarilib turgan ko'ksi uni o'z yeshidan ko'p kichik ko'rsatib turibdi. U pat-patli ichida "Mushundoq bir ayol meni nimani orzulaydi ekan-a?" deb o'ylamay turolmaydi. Ayoli qarshi tarafidan kelayotgan yosh doktorga kulib salom qildi. Ular to'xtab paranglashishga boshladi. U odatda kasalxona tekshirib kirgan vaqtlardami uning ayolini ko'rsa alohida echilib takallub qilib ketadi. Shu topda ular nima deyishyotadikina? Ayoli kulib bir nimalarni deydi. Kichikina so'mkisini turibli u qo'lidan bu qo'liga yo'tkisa, turibla mo'risiga tashlaydi. Mo'risidan elib beg'ini mijiqlaydi. Doktor biror narsa dedi bo'lg'ay, tuyuqsiz u qizirib, echilib yeyilib kulib ketdi. Shu topda ko'zlari lavildirla emas, butun vujudi kulayotdi. Ayoli uning oldida hech qachon mundaq echilib kulib boqqan emas. Kichikkina, oppoq qo'li bilan oldiga tushib olgan bir tutam chechini kayniga qayrib etib, doktorga noz karashma bilan qarab turdi. Xotin haq degansa. Hey! U go'yo doktorning hayosiz ko'zlarining parqirishini, ayolining nefis ko'nglik ichidagi teniga, ko'zlarining ichiga tikilib qarashlarini ko'rgandek bo'ldi. Ko'nglida rashkdek bir narsaning bosh ko'targanligini, shuning bilan bir vaqtda vujudini lassida bo'shitib o'tgan yiqimsiz dam siqilish, beoromlikni sezib qo'rqib ketdi. Yo'q, u hayajonlanmasligi kerak. Osmon o'rilib tushgan taqdirdami, uning yuragi mundaq hayajonlanishlarga endi bardoshlik berolmaydi. Uning yuragiga allaqachon ikki yerdan yo'g'on das ketdi. Endi 3-das uning jinini oladi. U yangi yasatgan kiyim tishini yotoqda qo'yib qo'yganligini, kishsiz holatda o'zining naqadar sat, qiyri ko'rindiganligini esiga elib yotoqqa oldirdi. Ammo uning putlari chiqqan vaqtidagidek yengil emas edi. Aksicha har biriga mingpatmondan tosh esib qo'ygandek ig'irlashib ketgan edi. U tomni tutib yotoqqa kirib kelayotganida ayolamo eshikni ochib kirib keldi va yugurib kelib yo'lib olmoqchidek bir harakat qildi.
Ammo u dirildab titrayotgan putlarini qaysarlik bilan yo'tkab, ayolining oldida karavotga yiqilishdi. Karavotni tutib chandurmay bir pas turib olgandan keyin asta o'zini karavotning ustiga oldi. Ayoli bo'lsa, qos-qos dastab berib, kichikgina parqiriq so'mkasini karavot beshidagi tompuchkaga tashlab qo'ydi-da, usul o'ynagandek chiroyli bir harakat bilan kayniga aylanib kelib, uning oyog'iga o'ltirdi. Uning ko'zlariga erkalagandek kulib qarab, "Qandaqroq, bugun xiyla mag'duringizga kelib qolgandek turasiz. Chiroyingizgami xiyla qon yugurib qopti?" U ayolining davomli bir xil kulimsirab turadigan, o'lchamlik go'zal ayollarning haykalini aslatadigan chiroyiga, buloqdek ko'zlariga xuddi bir narsa izlayotgandek tikilib qaradi. Osh ko'zlarmi yolg'on aytarmi? Osh ko'rkam vujudning o'rab turg'ini rezillik, aldamchilikmidi? Oxiri u ayolining tog'dan bog'dan qilgan so'zlariga quloq solg'ach, "Balkim ham ish, men o'ylagandekmi emasdi. Men oljavatsam kerak. Qirg'anda mushu holga tushib qilish nima degan o'yatdi?" deganlarni xiyolidan o'tkazdi. U buningdan 5 yil ilgirki dekabr kunlarining birida Qadinas ayolini shahar sirtidagi qabristonlikning bir chetiga sovuq sheg'illiq tuproqqa ko'mib qo'yib qaytgan chaqlarda o'ylanishni, bo'libmi mundaq yosh ayolga o'ylanishini xiyoliga keltiribmi boqmagan edi. U pensiyaga chiqib, cho'ng bo'lib ketgan o'g'il qizlarning baxtidan huzur elish, o'z uyida jimg'ina qiyri-jinini jon etish, salomatlikka yor bersa, biror parcha aslini yezib qo'yishdan boshqani o'ylamagan edi. Har ishning vaqti bo'ladi. Kayib sapa, ishqi muhabbat yoshlikning ishi. Qiyirliq jonning aromini, loyiqida izzat hurmatni xohlaydi. U cho'qim bolalarning oldida yaxshi dada, xizmatdoshlari va el orasida obro'yli mo'ysibit bo'ladi. Zerikan vaqtlarida hayotligida qadri bilinmagan. O'zi bilan billa uyining butkul xushliqini, rohatini elib ketgan Qadinas ayoli bilan xiyolida mungdishidi. Reallik uning tasavvuridagidan boshqacha chiqdi. Hamma ish o'sha bir parcha xat bilan buzildi. U o'sha sumkani oqtirmagan bo'lsa, oqtirgandimi ichidagi narsalarni ko'rmagan bo'lsa, hammani yig'ib axlat sanduqiga tashlab etgan yoki kuydirib etgan bo'lsa, naqadar yaxshi bo'ladi ha? O'sha kuni u nemishqidir uyidagi ko'ni xurum chamadonni oqtirib qoldi. Bu chamadonni u yosh vaqtlarida yangidan shaharga ko'chib kirgan chig'ida bir yaymichining oldidan nihoyat arzonli setib olgan edi. Shu yillarda bu chamadon ularning e'tiborliq narsasi edi. Ular uningga muhim deb bilgan narsalarni va mehmonlik kiyimlarini solatdi. Keyin ularning uyida mundaq narsalar ko'payib ketdi. Bara-bara bu chamadonda ayolining yosh vaqtlarida kiygan uzun qisqa ko'ylaklari, bolalarining qirqa ichidagi ishton paypoq, oyoq, pozmoga o'xshash narsalar saqlanadigan bo'ldi. Uning ayoli ko'ni irim-sirimlarga ishinatdi. Mundaq narsalarni zodila tashlamaydi. Bir hisobda bumi bo'ladigan gapkan. Ko'p yillardan keyin shu oslandek bolalar har yigit, har qizlarga aylanganda o'z vaqtida kiygan kiyimlarini "Mavsining edi, mavsining" deb ko'rsatishning o'zimi nihoyat qiziq tuyuladi ekan. U kiyim-kechaklarni bir-birlab echib ko'rib beqib, ayolining yosh, chiroyli vaqtlarini, bolalarining go'daklik chog'larini birma-bir ko'z oldiga keltirdi. To'g'ri. Xuddi o'tgan kunlar barliq aslamalar bilan mush sanduq ichiga solab qo'yilgandek. Bugun sanduqning echilishi bilanla o'sha kunlar qaytib kelgandek, u yosh, sog'lom vaqtlarga yenib qolgandek ha. U chamadonning bir burchikidan ayoli o'z vaqtida ishlatib yurgan kichikgina sumkani tepib oldi. Sumkaning qat-qaytidan tarqilib turgan susqini xushpuroq faqat o'tmishga, o'sha yillarga tava bo'lgan bir xil xushpuroq uni hayajonlantirib etdi. U ixtiyoridan tashqari bir holda sumka ichidagi u azaldan ko'rib boqmagan narsalarni,
Allaqanchalik aynak, upa anglik kichikkina quruq atir qutisi, qo'sh qalami qatorliqlarni, sarg'ayib ketgan ko'ni hujjat, qachonlardadir setib olgan kiyim-kechak talonlarini kuchli qisqish ichida bir-birlab ko'rib chiqdi. Bu narsalar uningga ayolining turmushining eri va bola chaqalarga tava bo'lmagan yana bir tarafini echib bergan edi. U ayoli hayot vaqtlarida uning girim qilib yurganini ko'rmagan. To'g'rirog'i sap selishga cho'lisimi tegmagan edi. Oningcha bo'lganda uning ayoli vafodor xotin, kuyimchan onali bo'lishi, boshqalardan alohida bo'lgan o'rnini qadrlashi, oddiy ayollar qilib yuradigan ishlarni qilmasligi kerak edi. Qaraganda har qanday ayolning ayrim bir dunyosi, o'ziga yarasha maxfiyatligi bo'lsa kerak. U ixtiyorsiz kulimsiradi. Sumkaning yon-yonchuqi 2 qat edi. Ichki yanchuqini oson farqlantirgili bo'lmaydi. U qo'liga urilgan qattiq bir narsadan, tumorchilab qatlangan bir varaq qog'ozdan u yanchuqni tepib oldi. Noma'lum bir qiziqish, hayajon uni xatni echib ko'rishga undaydi. Yuragi dupillab so'qatdi. Qog'ozni avaylab echayotgan barmoqlari nemishqidir titraydi. Alohida bir xarakterni ifodalaydigan, burjak chiqarib, so'zib yezilgan notunish pochirka. Na vaqt soati, na xatni topshirib olg'uchining yoki xat yozg'uchining ismi yezilmagan bir parcha xat. Ati yo'lga chiqaman. Ni bakmi ko'gim bor edi. Ishkinglarni necha agidim. Ammo qaysi ishkimizning nima bu? İşkallikini farq etilmedim. Ko'nglim tuyar. İkkilimizning ko'ngli tuyar deb o'yladim. Afsus, hech bo'lmasa suratini bo'lsa-mu ko'rsam edim. Nima, ormonda ketyapman. Faqatli bo'yni qisilib qolmasa, shu cho'ng arbobning bolalaridan chinib qolmasa degan orzuim bor. Balkim endi ko'rishalmasmiz. Ammo bizni bog'lab turadigan, unutildirmaydigan nima bu? Ba. Shuningdan bo'lsa-mu tasalli topaman. Xayr. Shu qitim uning yurak kesili tunjirat qo'zg'aldi. Qo'zg'alganda-mu qattiq qo'zg'aldi. Keyin-mu uzoqcha asliga kelolmadi. Shu azobli kunlarda u barliq tunish bilishlarni, ayoli bilan xufiyan berish kelish qilish ehtimoli bo'lgan barliq er kishilarni bir-birlab xiyolidan o'tkazdi. Ammo hech bir xulosaga kelolmadi. Bolalarining kichik vaqtini, chiroyini, mijoz xulqini, o'zi bilan onasi o'tirsidagi munosabat farqlarini esladi. Bolalarining chiroyiga tikilib qarab, qandoqdir gumonliq belgilarini topmoqchi bo'ldi. Oqibatda bularning hammasi behuda ovorichilik, o'z-o'zini qiynash bo'ldi xolos. Bularning hammasi berib, o'lib ketgan oshu rahmatlikka bo'lgan o'chmanlik, g'azab, kuchli norozilikqa aylandi. U bolalarning onasini tilga elishiga, uning qabrisini yo'qlab berishiga yo'l qo'ymadi. Uni tilladi, qarg'adi. Uyidan u qarg'ish ayolga munosabatlik hamma narsalarni yo'qotdi. Bolalari uningdagi bu o'zgarishga hayron qolishdi. Shundaqdimi bolalarning qalbidan onasining xotirasini yo'qotib etkala bo'lmaydiganligini, ularning onasini seg'indiganligini, uning qabrisini yo'shiriliqcha yo'qlab turishidiganligini biladi. Dal shu kunlarda kishilar turmushdan dili azar yegan cho'katgan, cho'ngroq bo'lsa-mu o'zini hurmatlaydigan bir kishini xohlaydi ekan. Deb Ranani tunishtirganda u oldirab ratmu qilib etmadi. Birinchi ko'rishda uni yoqtirib qoldi. Bolalari bo'lsa, uning to'y ishiga ajablanib ketishmadi. Aksicha, cho'ldarab qolgan cho'ng uyning yosh ayolning qo'lida parqirab, jolinib ketganligini, dadasining har qachon ruhliq, xushal bo'lib qolganligini ko'rib, eg'ir yukdan xalos bo'lgandek yengillab qilishdi. Qiziq yeri, u qiyirg'inida to'y qilganidan keyin ko'nglidagi ilgirki ayoliga bo'lgan o'chmanlik o'zligidan yo'q edi.
Balkim bu qiyirganda uyg'ongan muhabbatning kuchidir. Yoki vaqt uning dardini unutildirgandir. Kim biladi? Ayolining bu ishimi adolatli ishdir. Uni aybligilimi bo'lmas. Bu balkim uning o'z vaqtidagi son-sanoqsiz vafosizliklaridan bir qitimliq o'ch elishidir. Uning ayoli oldida o'tkazgan gunohlari oldida uning biror qitimliq ezishi, ko'nglining kayniga kirishi nima edi? Qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, u bolalarning hech qaysidan mehrini o'zolmaydi. Hatto ularning qaysi birining o'z bolasi emas ekanligini bilgan taqdirdami? U kimdir birining o'ziga tikilib turganligini sezadi-yu, ko'zlarini ocholmaydi. Uyqu xuddi hamma nimani yutib ketadigan tagsiz sozliqdek uni borgan sari o'ziga tortadi. Ammo heliqi ko'zlar, bir yiqimsiz ta'sirat uning g'izodila orom bermaydi. U qurg'an, cho'ng choplashgan lavlarini tomshib, bilinar-bilinmas ingrab bir midirildi-da, ko'zlarini ochdi. Atrofga ishtik ko'z yugurdi. Bu heliqi tush edi. Uni ko'p kunduzda qora bosgan edi. Yotoq har qachonqidek yo'ruq, ozoda, tep-tinch. Ochiq furtushkadan kirgan shamol nepis oq pardani lapildatdi. Yo'g'on shordek ko'p turatdi. Orqadan bo'shqini dirildigan ovoz bilan billa to'p-tuz qilib aynak choplaydi-da, xayol o'tmay yana bayroqdek lapildatishga boshlaydi. Heliqi ko'zlar. U bu ko'zlarni pot-potli tushida ko'rdigan bo'lib qolgan edi. Har qitim mushu tushni ko'rganda qo'rqinchdan targa cho'miladi. Bir necha kungacha dakku-dukkida kayfsiz yuradi. Mana bugun mushundoq bo'ldi. U uzoqcha o'sha bir jup ko'zning vahimasidan qutula olmadi. U ko'zlar bir qarmoqqa qizining gunohsiz, ojiz, muhabbat va o'chmanlik bilan to'lgan ko'zlariga o'xshaydi. U yaqindan buyon qizining ko'zidan ana shundoq murakkab ruhiy holatni sezadi. Dadisini yo'qlab kelmay tura olmaydi. Keladi-yu, bir chetda ko'zlarini yo'g'on ichib, dadisiga tikilib qarag'anicha xiyol surayotgandek o'ltiradi. U qizining qarashlaridan boshqacha bo'lib qoladi. Ammo hech qachon o'zini gunohkor his qilmaydi. Yo'q, uning gunohi yo'q. U o'z qizining baxti uchun qo'lidan keladiganning hammani qildi. U uni o'z qo'li bilan qudang bormi desa, bor degichilikka bor yaxshi yerga yotliq qildi. Kuyovligini oliy maktabga kirgizib o'qitdi. Xizmatini yo'tkadi. Ularning xizmat o'rni, oila sharoiti yaxshi. Ularda boshqalar havas qiladigan narsalarning hammasi bor. Faqat qizi nemishqidir atidan kechgacha echilolmaydi. Sulg'un, ruhsiz yuriydi. U aslida undaq emas edi. Sho'x, tetik, hamma kishining omroqligini keltirgidek o'moq qiz edi. Mish-mish gaplarga qaraganda kuyovg'ul taloq qaraymiz. Ammo buningga kim ayblik? Dada bo'lg'ichimi? Yo'q, yo'q. Bir erni o'nglab tutolmagan ayol o'zi ayblik. Qizi balkim oliy maktabda o'qiyotgan chaqlardala ishpash tortishib yurgan heliqi yigiti bilan to'y qilishga ruxsat qilmagani uchun uningdan norozidir. Ammo u o'zining o'z vaqtida to'g'ri qilganiga heli ham ishonadi. Muhabbat, baxtli oila faqat barobar ijtimoiy o'rin, ma'lum moddiy sharoit ostida mavjud bo'lib tura oladi. U balkim o'sha yigiti bilan to'y qilgan bo'lsa-mu, baxtli bo'lishi notayin edi. Heliqi yigit uning qizini ancha yaxshi ko'ribmi ketmisi kerak. O'sha qitim taqsimot oldidan u uni oldiga chaqirib, "Qizim bilan aloqangni uzsang, ko'ngildagidek o'ringa o'rinlashishingga yordam qilaman" degan edi. Yigit uning oldidan behmi qo'pollik bilan chiqib ketdi. Keyin qiziga gap so'z qilmay, biror parcha xatni qoldirmay yurtiga, Janubiy Shinjongning o'sha chet noyisiga ketdi. Yaxshi ko'rsa shundoq qilarmidi? U ko'zlar,
ilgirki ayolining ko'zlariga o'xshamdikin. U uni bir umr oldi. Uning boshqa ayollarga bergan ishqi muhabbatining 10dan birini mu bermadi. Uni faqat bolalarining onasi, oilaning to'riki ham sodiq xizmatkori sifatida ko'rib keldi. Umu aslida o'qigan, ma'lumotliq, xeyli ishlarni qilib ketguchilikka bor ayol edi. Umrini, istiqbolini, salomatligini tamoman eri, uyi va bolalariga beg'ishladi. U uning birdan so'zlab yetib orom olganini, tomiqini birar qaytim issiqida yeginini aslayolmaydi. Qachonla qarasa medirlab yuradi. Ba'zi kechalari uyqusiga bir qiynib uyg'ongan chog'lardami ayolining ishpildatib kirib yuvotganligini yoki mashinada ish tikayotganligini ko'radi. Uni osh tugumas mehnat, oilaning cho'ng kichik g'imi yeb ketdi. Bo'libmi, uning mijozi yo'qligidan to'liq shikoyat qiladigan bo'lib qolgan. Kesili texi aniqlanmagan chog'lardagi horg'in chiroy, zaif tenini taslikda so'rab pul surtayotgan, ko'ktatqa, go'shtga ketayotgan osh qiyofati uning esidan zodi chiqmaydi. U azaldan ayolidan chiroyliqcha bir eg'iz hol so'rab qo'ymaydi. Umrida uningga biror sovg'a taqdim qilib boqqan emas edi. Idordagi xopiliqlarning dardini hamisha oshu o'ruq, cho'ng ko'zlik, qo'rqinchoq ayolidan oladi. Bolalari-chi? Uning bolalari nemishqa onasining dardiga yetmaydigan bolalar bo'lib qolgan bo'lg'iydi. Yoki uning ayoliga qilgan muomalasi ularga mu ta'sirini ko'rsatganmikina? Shundoq. Uning ko'rgan rohati tortgan jafolari oldida yamoq bo'lolmaydi. U jafo ichida yashadi. Jafo ichida olamdan o'tdi. Oxirgi kunlarida jigirining og'riqidan tirik murdig'iga o'xshab qolgan osh kunlarda u tirik turib do'zax azobini ko'rdi. U bolalari uningga hech nima qilib berolmadi. Shundoq. U ayoli oldida ayiblik. Ammo dunyoda shundoq yashaydigan er kishi yolg'iz o'lmaydi. U qish fasli edi. Sen talodin kirgachga qo'llaring muzdek edi. Men uyg'onib ketgan bo'lsam-mu, qo'llarimni totilishimdan qo'rqib qimir qilolmay yotdim. Ichimda yig'lig'im ketdi. Dada, jungo ishni ichib o'tish siyosatini burunroq yo'l qo'ygan bo'lsa, sen bu bugungi dunyoni ko'rgan bo'lsan, ha? Dunyoda hammadan muhim odamsan. Hammadan muhim ish sening ishing, huquqing edi. Boshqalar odam hisoblanmaydi. Boshqa ishlar ish emas edi. Hamma odam, hamma ish. Hatto ularning og'rib qolishimi sening orzuyingga bo'ysunish kerak edi. Bugungi programmamizning diktorlari Mahira Abdurashid, Shuhrat Abdurahmon. Ovoz texniklar Po'lat Tursun, Tahir Yasin. Muharrir Muyassar To'xti. Mas'ul muharrir Ilhom Mahmud. Abdurasul Abdurahim. Nazoratchi Gulbahor G'upur.